Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan talablarga binoan ansitruslarni qanaqa qilib ko'paytirish, boqish haqida suhbatlashamiz va ularga kerakli bo'lgan ma'lumotlar haqida aytib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ansitruslarimiz va ko'payish uchun kerakli bo'ladigan shart-sharoitlari. Xo'p, bu yoqda ayol samka ansitruslar, kimdirlar pilisos deydi. Tepada sam sistema bor. Oqib tushadi, sirkulyatsiya bo'lib, filtrlanib, hadeb suvini almashtirmaslik va toza turishi uchun. Bu yoqda ko'paygan ansitrusimiz, bu otasi qo'riqlab turibdi, ichida bolalari bor. Suvimizning gradusi hozir 27 gradusda, o'zi 24-25 bularni ko'payish uchun yetarli, ya'ni gradus. Hozir o'choq pechkalar, endi kunlar isib qolgani uchun gradusimiz o'zi ko'tarilib bormoqda. Ansitruslarimiz akvariumga juda ham bir ajoyib kerakli bo'lgan baliq turiga kiradi. Yashillik, ya'ni chiroqlar ko'p yoqilganda akvariumimiz oynalari xiralashib, yashili bir ajoyib bir xiralashadi. O'sha yashil va ifloslangan narsalarni tozalab yurishiga juda ham yaxshi bo'lgan bir baliq hisoblanadi. Bularni ko'pchilik faqat tozalovchi deb o'ylaydi va qanaqa ularni ko'paytirish, boqish haqida ma'lumotga ega emas. Ya'ni men birinchilardan bo'lib o'zbek tilida bugun kontent olyapman. Bularni qanaqa qilib ko'paytirish haqida va qanaqa xususiyatga ega, suvlarimizni qanaqa gradusi bo'lishi kerak, bularga qanaqa ya'ni sharoit qilib berilishi haqida videoda hammasini aytib o'taman do'stlar. Ko'p obunachilarimiz so'rashdi, ansitruslar haqida ham, karyagalar haqida ham ma'lumot bering deb. Xo'p, karyagalarimiz suvimizni yumshatib berish uchun, ya'ni dekoratsiya maylinku, suvimizni yumshatib berishi va ansitruslarimiz bolalari va o'ziga ham judayam kerakli bo'lgan ozuqa manbai hisoblanadi. Dekorativniy bir xillar yasatib qo'yish uchun deb o'ylaydi, faqat yo'q, suvimizni yumshoqligi va kerakli suvimizga bir yaxshi xususiyatga ega bo'lgani uchun ham albatta har bir ansitrus boqadiganlar bu narsani biladi va qo'yadi. Bu yoqda mana ansitrus value ansitrusimiz hozirgi kunda ayollarni topishi muammo bo'lib qolgan. Ko'pchilik yo par sotadi, yo bo'lmasam erkak chiqadi. Ko'p kuzatilgani bir 100 ta ikradan taxminan 20 tacha ayol chiqadi, qolgan 80 tachasi erkak chiqadi. Erkaklarimizni qanaqa ajratib olamiz? Mana shoxchali, albatta shoxchali bo'ladi, shunaqa mo'ylovlari bo'ladi, shoxlari, ya'ni shundan ajratib olamiz va ayollari biroz kichkinaroq, erkaklarga nisbatan sal hajm jihatdan kichkinaroq bo'ladi. Bularni ko'payishi uchun yetarli ob'yom, ya'ni litr, 70-80 litr, 100 litr, 100 litrga 3 ta oila sig'dirsa bo'ladi. Hozir menda bu yerda 3 ta oila bor. Bemalol shart-sharoit qilingan. Ularni yashashi va ko'payishi uchun, xudo xolasa. Xo'p, orqadagi manba
karyagadan boshlaymiz. Bu nima uchun kerak? Bu narsa ya'ni daraxtlardan olinadi. O'zi haqiqiy daraxt. Bu hazm qilishiga bularni katta rol o'ynaydi va suvni yumshoqlashtirib beradi bu. Bu narsa ansitrus boqadiganlar biladi. Juda ham akvariumga kerakli narsa. Bu bezak uchun yo boshqa uchun narsalar uchun ham foydalanishadi. Aslida bu narsa akvarium muhitini, ya'ni muvozanatini ushlab turadigan bir kerakli va eng yaxshi narsalardan biri. Ansitrusimizni mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham bular uchun ozuqa manbai hisoblanadi. O'sha o'ziga kerakli, ya'ni hazm qiladi, ovqatlanadi va o'zi uchun, suv uchun ham kerakli bo'lgan yaxshi narsa hisoblanadi. Tagiga mana shunaqa tosh solib qo'yganman, chunki o'zi bular toshni ham yaxshi ko'radi, mayda qum bo'lmasa bo'ldi. Bunimizni mana ayol xudo xolasa qorni ishib turibdi. Bu yoqda ham samka ayol. Bunimizni vualivisi. Xo'p, erkak qo'rg'lab turibdi bolalari chunki ko'zachani ichida bor. Bu ham erkagini qanaqa ajratib olamiz? Erkagini xo'p, mana shunaqa mo'ylovlari bo'ladi, do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham ikralaganda nima desa bo'ladi? Ikralarni ajratib turadigan shu shoxli mo'ylovchalari bilan kerak emas bo'lgan, ya'ni puchi bo'lgan, urug'lanmagan ikralarni olib tashlaydi. Bir-biriga o'tib zararlantirib, chirib ketmasligini oldini oladi. Juda ham aqlli jonzotlardan bittasi ansitruslar. Bular asosan ham o'txo'r va o'limtik yeyish xususiyatiga ega. Baliqlar misol uchun o'lib cho'kib qoladigan bo'lsa, bular uni darrov akvariumni tozalab tashlaydigan xususiyatga ega. Ya'ni shu bilan bir qatorda suvimizni aytib o'tdik, 24 gradus. Bularni ko'payishi uchun bularni oldindan nimalar bilan boqish kerakligi haqida ham aytib o'taman. Bularga ya'ni kabachki, bodring beriladi va matil deyiladi. O'shanlardan beriladi va spirulin tabletkasi bor, shulardan beriladi. Haftasiga, ya'ni har kuni har xil ozuqa bilan boqilsa, shunga yarasha natija ham yaxshi bo'ladi. Keyingi navbatda ko'paytirishimiz uchun suvimizga ham juda ham ahamiyat berishimiz kerak. Suvimizning roli ham juda ham katta. Hozir mana yomg'irlar mavsumi bo'lgani uchun ham nima qilishimiz kerak? Ko'paytirish uchun suvimizni mana misol uchun gradusga qaraymiz. Hozir 28 ga yetib bormagan, 26 ni oralig'ida turibdi. Demak, ko'paytirishdan oldin biz nima qilamiz? 26 gradus bo'lsa, 3 graduscha muzdek suv quyamiz va gradusga qaraymiz. 23 larga tushadigan bo'lsa, 24 ga tushadigan, muzdek bo'ladigan bo'lsa suvimizni, demak, yomg'ir yog'yapti degan signallar beradi va ansitruslar ko'payish nimasini o'ziga, ya'ni ishga tushadi va ikralash jarayoni kuzatiladi. Yomg'irlarni suvni qilib turib, misol sovuq suv qo'shganda, bular yomg'ir yog'yapti, biza ko'payishimiz kerak degan signal olib, tez ko'payishga, ya'ni taraddud ko'radi va mana shunaqa
ko'zachalarni ichiga kirib ko'payish nimasi bo'ladi. Odatda bularni kechqurun oziqlantirgan ham yaxshi va kechqurun ko'payadi. Koryaga tayyorlash haqida ham obunachilarimizdan so'rashgan edi. Koryagani qanaqa qilish kerak akvariumga rangi chiqmasligi uchun va ziyon yetkazmasligi uchun va suvimizni zaharlamasligi uchun. Bunga ham xudo xohlasa bitta keyingi videolarimizda qanaqa qaynatish va qanaqa tayyorlash haqida ham bitta video olib joylayman xudo xohlasa. Bugungi mavzuyimiz faqat ansitrus bo'lgani uchun, ya'ni ansitruslar haqida qo'ldan kelgancha bor mana o'zimni bilimlarimni sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman do'stlar. Mana do'stlar, bugun endi hozir ikradan chiqqan bolalari haqida gaplashamiz. Bugun 3-kun ochib chiqdi mana bolalari. Ko'rishinglar mumkin. Bularga 4-5 kun shu qopchasidagi ovqati, ya'ni o'zi so'rilib ketmaguncha ovqat bermasa ham bo'ladi do'stlar. Otasi mana juda ham hozir qo'riqlab turadi, hech qaysisini kirgizmaydi bu yoqdagi. Ya'ni mana bu ham erkak, buni urishib chiqarib yuboradi. Xudo xohlasa, men buni bolasi уже hammasi chiqib olsa, suzishni boshlasa, men bu yoqda ko'p qoldirmayman. Sababi bular kirib boshqa begonalari yeyishi mumkin. O'zini ota-onasi bo'lsa, indamay shundoq tashlab qo'ysanglar ham bo'ladi-ku. Menda bu yoqda ansitruslar ko'pligi sababli men ajratishim kerak. Xo'p, bu yerda bizani ansitruslarimizni, ya'ni bolalaganlarini shu ko'zani men ichini chayib shotga sovorganman. Katta bo'lib qoldi bu yoqdagilar, xudo xohlasa. Va aytib o'tganimdek, bu yoqda ham daraxt ildizlari bor, Koryaga. Bitta mana sariq albinos, qoralari katta bo'layotganlari qanaqa ko'rinyapti endi. Spirulin tabletkani maydalanib ketgan nimalari mana pastda cho'kindilari hosil bo'lgan. Bu yoqda mana oldingi partiyadan katta bo'lib qolganlari ham bor. Bu yerda bitta partiya emas, ikkita partiya aralashgan. Hozir orqa tomonidan ham olishga harakat qilaman. Xo'p, do'stlar, bu yoqda mana hamma yoqda yopishib yotibdi tepalar bilan. Bu yerda ferma polni ansitruslar faqat ko'rishinglar mumkin. Bular chiroqni unchalik yoqtirmaydi. Shuning uchun qochib bekinadi. Ansitrusimizni Xudo xohlasa bolalari bugundan ochib chiqmoqda do'stlar. Himoya qiladi bu. Ko'rsatmaslik uchun qaranglar, atinglar buni quvvatni bolalarini himoya qilish uchun mana yorib chiqyapti mana o'rtoqlar, yangi mehmonlar. Ana. Ham ikra o'zi dumdumaloq bo'lib turadi mana, yorib chiqqanlari. Mesh qorini bilan yangi ansitrus mehmonlarimiz. Tepadagilar ham hammasi ikra, pastda ham yonida ham ozgincha bor edi. Hozir ko'rsattirmayapti. Otasi qo'riqlab turadi mana. Boshqa ansitruslar bu yoqda inlari bilan. Bu yoqda ansitruslar ko'p. Shunaqa. Xudo xohlasa endi navbati bilan, vaqti bilan men bo'shab qolgan oq qopchalar bo'shaganlari, bu yoqda esa ochib chiqqanlari pastda mana ko'rishinglar mumkin. Mana amtlarda ham bor. Tepada ham qancha
Xudo xolasa soni ko'p. Taxminan 80 ta, 100 ta. Inshaalloh. Sizlar uchun bolalarini to'kamiz hozir. Sekin. Bismillah. Bittasi buni o'zgarlikda. Ana. Yangi mehmonchalarimiz. Chayqab to'kib yuboramiz. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz yakunlandi. Keyingi videolarda yana sog'lom ko'rishguncha hammanglarga xayr. Va keyingi videomiz yana nima haqida bo'lishini va nimalar haqida ma'lumot berishim haqida aytib o'tsanglar, shunga qarab video olishga harakat qilaman do'stlar. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.